Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Urganch shahrimizning markazida, Sholkamata'nın doğrusunda Daretal Urdu institutlarının dim yaqin yerda 7 qavatli domimizning 5-qavatında lifti bor. 2 xona 54 kvadratga ega bo'lgan. Почти barcha jihozlari bilan срочно sotib qo'yiladi. Birgalikda danışib o'tamiz. Yurtdoshlarga ko'rib parkovочный mestodan mamma yo'q, desk plashadkalarimiz bor. Saychan qismi bilan danışaveramiz. Yurtdoshlarga 5-qavatga keldik. Aytib o'tganimdek 7 qavatli toza qurilgan domimizning 5-qavatında. 2 xona 54 kvadratli yurtdoshlar. Почти hamma narsasi bilan. Bir televizor, bir холодильник, bir kir mashin ketadi ekan. Aytib o'taman. Garaj prixожий qismimiz bo'ladi ekan. Yurtdoshlar keng tushgan. Sanuzellar alohida, spalnyasi, kuxnyasi, zali, Wi-Fi routerlar ulangan. Wi-Fi'larimizda mamma yo'q. Bu yerni tochkasini bilasizlar, zo'r yerda joylashgan. Bu yerda ish televizoriga ketadigan qolgan narsalaringiz qoladi. Konditsioner, bu yerda ustar, mebellar, yana bu divan kreslolar, lustra, oboydan chiqqan gilamlar döşəlingan, oyoq kiyimiz 100% laminat. Ikkilamchi, birlamchi kredit chiqmaydi. Daretallardan so'radingizlar, Sholkamatalda yo'qmi deb. Bu yerimiz spalni. Bu yerda ko'rib turgan narsalaringiz qoladi. Televizor, perda, двухспальный shkaflar, oboydan chiqqan. Domofonimiz bor. Bu yerimiz vannaxonasi. Bu yerda kiyim mashin ketadi, oreston qo'yilgan, suv gaz svetidan mamma yo'q, suv shilkamiz bor. Bu yon tarafimiz hojatxonasi, bu yerimiz ham kafeldan chiqqan. Bu yonimiz oshxonasi. Bu yerda ishxonadagi ketadigan qolgan narsalaringiz qoladi yurtdoshlar. Shunda bahosini keladigan bo'lsak, 450 million so'm. Срочно sotib qo'yildi yurtdoshlar. Ekrandagi nomerlarga chiqaverasizlar. Sog' omon bo'linglar, ishlaringiz omat.